2 qavatli zamonaviy yangi kottej sotiladi azizlar. Umumiy maydoni 2-3 sotixdan iborat. Kottejimiz yangi g'ishtdan plitali qurilgan. Fasadlari, romlari hammasi tayyor holatida olib kelgan. Ziloniy zona mavjud. Katta hovlisi ham mavjud. Ana bu yerga san uzilgan joy tayyorlab qo'yilgan. Barbekü zona ham bor. Qilsangiz bo'ladi. Azizlar, 2 qavatli 5 ta yashash xonasidan iborat. Birma-bir ichkariga kirib ko'ramiz azizlar. Bismillah. Romlari dapola. Birinchi yashash xona, birinchi qavatimizga zal xonasi, katta zal, plita bosgan. Ikkinchi xona birinchi qavatimizga sanuzil, lestrin tagiga va oshxona. Oshxonadan arqa hovlichaga chiqish eshiklari qo'yilgan. Mana bu hovlicha havo aylanishi uchun qo'yilgan. Xo'p, azizlar, ikkinchi qavatga chiqamiz. Lestrasi juda ham udobniy. Mana ko'ringlar, qanday men tez chiqdim. Xo'p, katta